Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Voy, uyimdagilar. Erga tekkan ekan bizni eslamaysiz, o'zimiz keldik sizni ko'rgan uyingizga. Shohboz aka, bu bizani kelayimizmi? Yo'q, Voy, mana ismlari ham yozilgan-ku. Bizaniki o'g'li buni, bizaniki bu. Oyi, bizani uydagi lyustrami bu? Qizim, biz uyda fonar yoqib o'tiribmiz. o'xshasa kerak, ona. Bizani uydagi massaj qilay-koncha. Yo'q, Mana. Bizaniki arqasi yo'q. Hey. Oyi, bizani uydagi lagan bu. Qizim, biz osh qilsak qozonda yeymanmi? Kelib qolganda, ona. Shohboz aka, ketmoningizni topdim. Men san protestching topdim. Meniki bu. Kene bu qand qo'yadigan idishimizmi? Ha, xuddi o'zi bizniki, mana ikkita guli ham bor. Onam bergan buni. Onamning yodgorlik bu. Qizim, o'zi buni qidirib yurgandim. Ona. Dada, opam oshxonasidan mashinangiz farasini topdim. Men ham zapas bo'landim tavdim, ey. Buvi, ketganlarim shu yerda ekan. Go'zal, bu siz topchigingizmi? 46 razmermi? Meniki izlab yurgandim. Yalanga yo'q. Dada, rulingizni ham topdim. Opani asoslaringizni olib keldim. O'tkar, men nasasimki bu. Adasi, sizni sho'rsingiz. Ukamga kichkina erim kiyadi. Bizani nasib yetilib ko'r. Bizani nashtat soqaq bular, opa. Anorligi. Ha? Sumkamni bir chetiga qo'shilib ketdi-da, ey. Ko'zim katta ekan, ha? Endi uyga bora qolinglar, yana kelarsizlar. Ana bu velkomedaroshgacha bizanikiga olib ketaman. Joyiga